Salom do'stlar, bugun sizlarga Southwest S09 avtomobilining eng muhim jihatlaridan biri bo'lgan xavfsizlik tizimlari haqida aytib beraman. Qani, boshladik. Southwest S09 da 6 ta xavfsizlik yostiqchalari mavjud bo'lib, haydovchi va barcha yo'lovchilarni maksimal darajada himoyalaydi. Isofix tizimi esa bolalar o'rindig'ini mustahkam va xavfsiz o'rnatishga imkon beradi. Ushbu avtomobil aktiv xavfsizlik tizimlari bilan to'la jihozlangan. ABS tizimi keskin tormozda g'ildiraklarni qulflanib qolishini oldini oladi. Shuningdek, avtomobilda ESP hamda TCS tizimlari mavjud bo'lib, avtomobilning sirpanishda hamda barqaror muvozanatni ta'minlab beradi. Qolaversa, avtomobilda avto hold tizimi mavjud bo'lib, mashinani orqaga ketib qolmasligini ta'minlab beradi. Avtomobilni tashqi tomondan 540 gradusli kamera hamda old-orqa parktronik datchiklari qulay parkovka qilishingizga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, Southwest avtomobili o'z klassi ichida ishonchli, xavfsiz va zamonaviy avtomobil. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang.